Har bir homilador ayol ushbu 3 ta muhim holatga qat'iy amal qilishi kerak. Birinchi holat oyma-oy qon tahlilini topshirish va gemoglobinni qat'iy nazorat qilish. Homiladorlikda qon tarkibi tez o'zgaradi va homilador ayollardagi anemiya bolaning o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qonda gemoglobin miqdorining 110 dan kam bo'lishi zudlik bilan choralar ko'rilishi kerakligidan dalolat beradi. Ikkinchi holat doimiy siydik tahlilini topshirish. Homiladorlikda buyrakda va siydik yo'llarida turli yallig'lanish kasalliklari va infeksiyalar ko'payishi mumkin. Siydikda oqsil, qand miqdori hamda bakteriyalar aniqlansa, homiladorlarda pielonefrit, gistoz va diabetni yuzaga keltirishdan dalolat beradi. Bu o'zgarishlar vaqtida davolanmasa, og'ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin, hattoki erta tug'ish xavfini yuzaga keltiradi. Homilador ayollarda ayniqsa 3-trimestrda ko'p uchraydigan muammo bu preeklamsiya, ya'ni qon bosimini patologik yuqorilab ketishidir. Agar ushbu o'zgarish o'z vaqtida davolanmasa, homilada og'ir asoratlarga olib keladi. Homilada qon aylanishi buzilishi, hattoki homila rivojlanishdan to'xtashi ham mumkin. Go'zal homilador qizlarimiz, sog'lom farzand dunyoga keltirish sizning qo'lingizda. Shunday ekan, salomatligingizga e'tiborli bo'ling.